Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz. Tug'ilgan klinikasidan reproduktolog Mahfuza Muhsinni bugun sizlarga aynan sizni qiziqtirgan qaysi kunlarda aynan homiladorlik bo'lish ehtimoli yuqori degan savolingizga javob berib o'taman. Demak, bizda agar sizni hayz kuningizga bog'lab aytadigan bo'lsak, hayz sikli o'zi normada 25 kunlikdan toki 35 kunlikgacha bu hayz sikli norma deyiladi. Agar 25 kundan qisqarsa, 35 kundan oshib ketsa, bu patologik hayz sikli boshlangan bo'ladi. Endi hayz siklining o'rtasida hammada har xil vaqtda ovulyatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Ya'ni bu sizda agar hayz siklingiz qisqa, ya'ni 25, 26, 27 kunlik, ana aytaylik 28 kunlik hayz sikli bo'ladigan bo'lsa, bunda sizda hayzingizni 11-kunidan boshlab turib homiladorlik ehtimoli ortgan kunlar deb hisoblasak bo'ladi. Buni aynan qachon aniqlash kerak va qanday qilib uy sharoitida bilsak bo'ladimi, o'ziga borish kerakmi? Shu to'g'risida to'xtalib o'taman. Ayrim qizlarimiz uy sharoitida ovulyatsiya testidan foydalanishadi, lekin ovulyatsiya testi har doim ham 100% sizga to'g'ri ko'rsatmaydi. Eng ma'qul usul bu uzi follikulometriya. Ya'ni sizda agar hayz siklingiz, masalan, aytaylik 26-27 kunlik bo'ladigan bo'lsa, hayzni 10-kunidan, kelgan kunidan hisoblab siz 10-kuni uziga borishingiz shart. Bunda sizda ginekolog yoki o'sha uzist vrachingiz ikki taraflama follikulda holati va endometriyaga baho berib o'tishadi. Agar endometriya yaxshi, trioxsiloyniy, dominant follikul shakllanayotgan bo'lsa, demak sizda ginekologingiz yoki o'zingizda uzist shifokoringiz 3 kundan keyin uziga favtor borishni maslahat berishadi. Bu sizlar uchun muhim. Masalan, qachon yana qayta borish kerak? Ya'ni 3 kun ichida sizdagi o'sha 12 aytaylik dominant follikul 12 mm, endometriya 6 bo'ladigan bo'lsa, 3 kundan keyin borganingizdan keyin bu yetilgan follikul holatiga o'tgan bo'ladi. Va shu o'rinda 35 kunlik yoki 32 kunlik hayz sikldagi qizlarimiz biroz kechroq follikul yetilib yorilishga biroz kechroq bo'ladi. Ya'ni siz hayzingizni 12-kunidan uzi follikulometriyaga boring va sizda 12, 14, 16 kunlarda uzi follikulometriya qildirishingiz shart. Bunda nima qilinadi? Bunda sizda aynan o'sha optimum vaqt, ya'ni 11-kundan hayzingizni 15-16 kunigacha homiladorlik ehtimoligi juda yuqori bo'ladigan vaqt. Va shu kunlarda kun ora aloqada bo'lib turish kerak xo'jayiningiz bilan birgalikda. Va aynan siz homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtingizda birdaniga sizni homiladorlik tayyorgarlik ko'ring deb maslahat bermayman. Sizni organizmingizni umumiy holatini ham tekshirish kerak. Agar siz birinchi farzandga harakat qilayotgan bo'lsangiz, aytaylik yangi turmushga chiqqan qizsiz, birinchi farzandga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Bunda siz uchun muhim bo'lgan vitaminlarni ichib yurishimiz kerak. Bulardan yodomarin, vitamin D3, albatta analiz natijalariga qarab. Folik kislotani ham sintetik emas, metil folat shaklini tanlaganingiz yaxshiroq. Bu to'g'ridan to'g'ri so'riladi va bolajoningizda bolani homilani ushlab qolishga va sizdagi o'sha homilani yaxshi rivojlanishiga, nuqsonli bo'lmay rivojlanishiga yordam beradi metil folat shakli. Lekin buni gamosistin holatiga qarab keyin beriladi. Va qo'shimcha vitaminlarni ham xuddi shunaqa tartibda ichish kerak. Buni o'zingizga ginekologingiz bilan birgalikda albatta maslahatlashgan holatda ichasiz degan umiddamiz. Va eng ko'p savollardan biri bu hayz o'sha optimum vaqt 11 dan 16 gachami, kech bo'lsa ham homila bo'lmaslik mumkinmi? Menda kech yoriladi degan qizlar bor. Aynan o'zimni praktikamdan aytadigan bo'lsam, hayzini 25-kunida даже ovulyatsiya bo'lgan, u qizimizda 37 kunlik hayz sikli normadagi emasdi, lekin 24-kuni kechqurun ovulyatsiya bo'lgan. O'sha qizimiz homilador bo'lib kelishgan. Xuddi shunaqa pozdniy ovulyatsiya holatlari yoki erta ovulyatsiya holatlarida ham homiladorlik bo'lish ehtimolligi bor. Buni faqatgina uzi orqali 100% aniqlab aytishimiz mumkin. Agar siz uziga bordingiz, follikulingiz yorilmagan yoki follikul qachon yorilganini bilmayapti o'zingiz, bunda faqatgina siz qondan progesteron gormoniga analiz topshirib, buni bilib olishingiz mumkin.
progesteron gormoni agar birdan yuqori chiqadigan, 1,5 dan yuqori chiqadigan bo'lsa, demak sizda ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lgan. Va yana sizga quyidagi ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bazal harorat orqali uy sharoitida ovulyatsiyani aniqlash mumkinmi degan. Chunki menga o'tgan oyda ikkita patsientim Moskvada yashashar ekan, ya'ni inostrans bo'lgan joyda, o'zimizni yurtimizda bo'lmagan joyda ular UZI qilishga qiynalishar ekan va bazal haroratni o'lchashni daftariga chiroyli qilib tuzib, elgi testlari bilan birgalikda olib kelishgan. Bu ham yaxshi usul, yaxshi metod. Lekin aynan bazal haroratni aniqlamoqchi bo'lgan qizlarimiz uchun bu sizni aldab qo'yishi mumkin. Agar siz masalan 6 soat gorizontal holatda yotmagan bo'lsangiz, ya'ni bazal harorat bilasiz, bu orqa teshik orqali yoki og'iz orqali termometr qo'yiladi va u 37 dan oshsa va u tushmagan holatda ketsa, bu ovulyatsiya hisoblanadi. Ya'ni 37,1, 37,4, 37,2 har xil o'lchanadi. Og'iz yoki orqa anal teshikka qo'yilgan holatda termometr. Endi ayrim qizlarimiz buni noto'g'ri o'lchab qo'yishadi va menda ovulyatsiya sodir bo'lmayapti deb stressga tushadi. Bilasiz, stressga tushgandan keyin nabarotiga homiladorlik bo'lish ehtimoligi yana ham pasayib ketadi. Siz qanchalik homilani qanchalik shuncha o'ylaganingiz sari sizdan homila shuncha uzoqlashadi. Juda ko'p patsientlarimga buni aytaman. Chunki bu organizm shunaqaki, siz asabiylashganingiz sari, siz uxlamaganingiz sari, siz faqat homilani o'ylaganingiz sari bizni baxt gormonlarimiz yaxshi ishlamaydi. Va shunga yarasha o'zimizda FSH LG gormonlarimiz ham chiroyli yaxshi ishlab bermaydi. Shu hisobiga aynan yaxshi uxlamagan, yaxshi hayot kechirmagan qizlarimizda stressga moyillik ortadi. Shu natijasida ko'p ovqat yeb qo'yishadi, uxlashmaydi, prolaktin ortib ketadi va natijada follikul ham o'smaydi vaqtida. Va bu qizlar qayta bazal harorat o'lchashadi, LG test o'tkazishadi, UZIga borishga qo'rqishadi qaynonasidan yoki o'sha chetdagilar va shu usul eng osoni deyishadi. Lekin bu noto'g'ri. Hech qanday sizdagi ovulyatsiya testi yoki bazal harorat orqali o'lchangan ovulyatsiya, yordamchi ovulyatsiyani aniqlash usullari bular 100% emas. Aytganimdek, bu faqat UZI follikulometriya va o'sha yorilgan bo'lsa, progesteron gormoni orqali aniqlashimiz mumkin. Va sizga ayrim holatlarda ayrim qizlarimiz aytishadi, Mahfuza opa, shunchaki o'sha hayzimga bog'lagan holatda internetlardan eshitdim yoki boshqa joydan eshitdim, hayzini 10-kundan boshlab yoki hayzini 5-kundan boshlab o'sha hayzni 20-kunigacha o'zi kunaro aloqada bo'ladigan bo'lsa homiladorlik sodir bo'ladimi deb savol berishadi. Men bunga 100% ha deyman. Chunki agar sizda hammasi yaxshi, siz o'zingizni bilasiz, avval UZI follikulometriya qildirgansiz, hammasi normada, follikul o'sib yetilib yorilyapti, turbalangiz o'tkazuvchanlik bor, xo'jayiningizda ham hammasi yaxshi, endometriya holatingiz yaxshi, boshqa hech qanday patologiya yo'q. Siz bilasiz, follikul sizda yetilib yoriladi. Bunda ham o'sha optimum sizdagi vaqt o'sha hayzingiz 10-kunidan hayzingiz 20-kunigacha bo'lgan vaqt deyman. Chunki aynan o'sha paytda kun ora aloqa qilingan holatda qisqa siklda bo'lasizmi, uzoq muddatli hayz sikli bo'ladimi? Bunda hayzingizda balki 12-kuni, balki 13-kuni, balki 15-kuni, balki o'sha 16-kuniga to'g'ri kelar. Shu vaqtda sizda ovulyatsiya jarayoni sodir bo'ladi va homiladorlik ehtimoli ortgan bo'ladi shu vaqtda. Hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, agar sizda yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, eko to'g'risidami, homiladorlik to'g'risidami yoki ovulyatsiya to'g'risidami, xullas qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta sizga men va meni yonimdagi doktorlarimiz birga javob beramiz. Salomat bo'ling.